Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat karvon obunachilar, sog'monmisizlar, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa proyektimizga keldik. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarga bu yerdagi bo'lib turgan o'zgarishlarni yo'rgazib o'taman. Like'larga bosib, hurmatli obunachilar, chiroyli kommentariylar yozib, mashallah deb ketasizlar. Yana hurmatli obunachilar, ustalar karakovozlari taxlab, Xudo xolasa endi ichonki o'qlari hurmatli obunachilar bo'lib boshladilar. Joying hurmatli obunachilar, 3 tarafi bitti. Xudo xolasa ağaç pasarada yeniden bardı. Ana tarafı görüp çıkarlarınızı nelerinden koydular. Daha sana. Ne dedim? Çarxaviklerinden koydular. Hürmetli abançlar görüp çıkarlarınızı indi. Fakat yine iç ana hürmetli abançlar pişen çevirişleri alıp içenki kanaları hürmetli abançlar indi bölüp başladılar. Daha acayip buladan mesela Allah razı olsun ki ihsan sever inşallahdan. Hürmetli abançlar hazır. Yine 2 maşin Xom çerbiç takas kıldık. Xudo xolasa ular ham jo'atdir. Akşamki hurmatli obunachilar gelgan pishgan çerbiç ham pul berilmeydi. Bugungi gelecek 2 mashina ham pul berilmeydi. Hurmatli obunachilar e'tiborni sal kuchaytirmasangizlar bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar shu ustalar ham bir avans pulini beramiz dedik. Hurmatli obunachilar joy bitgandan keyin bo'lajak o'sha. Chunki joy bita geldi. Acayip oldu bu hurmatli obunachilar. Hakikaten joyimiz istediğiniz chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa. Yanınadım bir acayip bo'ladi endi. Bo'lgan tarafdan ham bir ko'rgazib beringizlar bu joy hurmatli obunachilar. İmaratimiz inşallah Xudo xolasa bita geldi. İç anko bilan shu yo'ldan tarafga qarab turibdi. Asıl hurmatli obunachilar joyimiz Basrada yerine geldi. Yine hurmatli obunachilar görüp turganlaringiz bo'lgan tarafdan joyimizni görünüşü. Ağaç bastırada yerine gelip kaldı hurmatli obunachilar görüp turganlaringiz Xudo xolasa. Acayip bo'ldi. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, e'tiborni sal kuchaytirib tursanizlar, shurga kelib turgan xarim çerbiçlerimizni pulini yetirib berib tursak, endi hurmatli obunachilar, faqatgina joyi çerbiçini o'rganini pulini chiqarishimiz kerak. Şu xom çerbiçimizi üstünü basırganı hurmatli obunachilar qo'lga kirib bergani oydin. E'tiborni sal kuchaytirish kerak bo'lib turibdi. Ihson sevar insonlarga bir meselelerə bir sebepçi bo'lib turganini ihson sevar insonlarga bir ozgina sizlarga bir sebepçi qo'yib qo'ysanizlar, acayip bo'lardi hurmatli obunachilar. Şu videolarimizni ihson sevar insonlarga tarqatib qo'yasizlar deb umiddaman. Muhtar aka, tahminen yine bir neçe maşin geçişi mümkün buna? 3 maşin gider. Yine 3 maşin gitip bararayın. Neçe maşin hazırladı, neçe maşin geldi? 5 maşin geldi. 5 maşin geldi. Yine 2 maşin gelse, onda yine bir maşin gelse şu bilen bitedi de bu ismi. Hele bunu neysen bak o. Ki arayanda azgına gerek olsa Üstüne ağaç bastırmaz. Üstüne ağaç bastırmasına gerek olup var mı? Onu çekip gitmiyor. Hazırlıkça 5 maşin aldırdık ha hemen sonra belki başından gelir vereyim hazırlık binadan 5 maşin. Bir gün ya 2 maşin gelse 7 maşin olan. Aslında yine bir maşin alsak bir yağda olup para değil. Aşı bir yağda yat para. Bir gören lan. Akut yedik. Doğru yapıyoruz. Anayasa hurmatli obunachilar, Xudo xolasa e'tiborni sal kuchaytirib tursanizlar. Endi ichonki o'qlar turibdi hali. 2 maşin gelse bir yağla paramız dediler yani 3 maşin gelse dediler. 2 maşin gelse şunda yine bir maşin aldırıp berörsek bir yağlayı bolup para da tuttular. Bugün özünde 2 maşin geldi hurmatli obunachilar. Xom çerbiçimiz az zakas kıldık. Xudo xolasa e'tiborni sal kuchaytirib tursanizlar acayip bo'lajak deb turibdi hurmatli obunachilar. Men bir sebepçi insan hurmatli obunachilar. Amal qilish o'zingizning qo'lingizda. Xudo xolasa sizlar rozi hurmatli obunachilar, shu marg'uba singlimizdan ihson sevar insonlarga bir duo qildirib qo'yib, Xudo xolasa ishimizni davom qildirib ketaveramiz inshaalloh. O'zgarish bo'lgan sayin hurmatli obunachilar, sizlarga shu proyektimizda sizlarning qilib turgan ihsonlaringizga navla bo'lib turganini hurmatli obunachilar men qo'ldan kelsa sizlarga sebepçi insan hurmatli obunachilar ko'rgazib boradigan.
Lekin iloji boricha hurmatli barcha shu gündüzgi ko'rib turgan videodagi kart raqamlara, ya'ni shu Marg'uba singlimizning kart raqamlari qo'yiladi ekranda. Shularga bir e'tibor qilib tursangizlar, shu kelib turgan hamkor ishlarimizni pulini shu yerda ishlab turgan ustalarning ustaq pulisini hurmatli barchalar yanglab boramiz deb umiddaman. Xudo xolasa endi bir qo'ldan kelgancha shu Marg'uba singlimizning duolarini oldirib qo'ying. Ehson sevar insonlarga ya'ni xudo xolasa ajoyib bo'lib boraveradi. Yo'q, e'tibor hurmatli barchalar yomon emas, lekin endi bilasizlar hurmatli barchalar, havolangiz bor. Şu ustalar ham hurmatli barcha ozgina rozichilikni olishimiz kerak. Marg'uba. Yaxshimisiz uka? Soatlaring yaxshimi? Olmasa keldingmi uka? Ne oldu uka? Mazan yo'q-ku. Voy deymi sen? Soatlaring yaxshimi uka? So'rashib ber uka. Uka bir duo qilib, chiroyli qilib shu ehson sevar insonlarga uka joning sog'lig'i. Xudo xolasa bitta keldiğin imoratlaring uka. Yuz ko'sa quvonmayman deb qo'yatir uka. Xudo xolasa benim ham e'tibori qaratib tursalar, inshaalloh tez kunda uka shu joy to'ylari qilib o'tirganmiz. Shu ehson sevar insonlar bilan. Amin. Sağlık, salomatchilik bo'lsin. Amin. Allohim shu ihson etib turgan insonlarimizning teni joni sog' bo'lib, Amin. sekeramina barakat berib, uylarida to'y tomosha etib Amin. turgan Allohim. Amin. Kasallarımıza şifa vergin. Amin. Uzoq saferde yurgan opaxonlarim, akaxonlarim, kimdirlar, sog' salomat bo'lib yurgaylar. Amin. Sekeramina barakat berib, kasb-korlarni barakat bergin Allohim. Amin. Bizlardan qaytmasa, Xudodan qaytgay. Amin. Aynen şu. Sağlık turgan insonlarimiz sog' bo'lib yurgaylar. Amin. Qo'llaridan kelsa ko'mak etib, ehson etib tursalar, bizlar ham shu uyga joyli bo'lib, shular ehsonlari bilan uyimizga kirib oldik. Amin. Xudo xolasa uka. Allohning niyatlarini yetkin. Amin. Alloh akbar. Duangiz ijobat bo'lgan uka. İnşallah xudo xolasa uka tez kunda endi oz qoldi yani inşallah. Shunchalatib obunachilar e'tibor etib shunlardan keldik uka. Ben ham xudo xolasa men e'tibor qolmas uka. Sizlik men ravaqani shuncha bo'ldi uka. Bo'ladi uka. Allah razı olsun shu ehson sevar insonlardan. Hurmatli barchalar, xudo xolasa yana ko'rib turganlaringizning shu o'zgarishlari sizlarning e'tiboringizga qarab hurmatli barchalar. Qo'limdan kelgancha shu proyektimiz o'zgarishlarini men ko'rgazib qo'yaman. Inshaalloh xudo xolasa shu tez kunda endi ben oz qoldi finalimizda hurmatli barchalar ko'rib turganlaringizni. Shu eldi tarafini beklab inshoollohni bo'lsalar, bu yon tarafi asankin ustini bostırib o'sak bo'ldi hurmatli barchalar. Qolgan materiallari xudo xolasa tayyor. Faqat shular usta haqqisi bilan üstünü basırgan usta hakkısını taklasak, hürmetli barcha proyektimizi yekeni tayyor, ağaçları tayyor. Fakat yine şu alıp versek bize hürmetli barcha yani xoda deme ya bir xodan ondan bir taxta gal bir taxta alıp veremiz ben hürmetli barcha yapmasa xodan bu arada inşallah olsa xoda besenizde şu yekeni elden hürmetli barcha bastırıp ola girettirip veredik. Hem hürmetli barcha yine bir narsa bir maşin toprak geldi diyor buldu. Hürmetli barcha bir insan şöyle bir gün ek gelip verse erteğine yine işimiz devam kılıp gideverdi. Yok diyecek olsanız da hürmetli barcha akşamki yığınlarına geçti. Yığınlarına pırla bir maşin toprak aldırışa mecbur olamız. Aslında hürmetli barcha bir hazırki gelecek 2 maşin 3 maşin hürmetli barcha pırını yığınla verse doğru geldi. Her bir maşinimiz hürmetli barcha 2 milyondan gelip durdu. Çünkü her bir maşina 4 milyona Çerep sığadayken hürmetli barchalar 500 so'mdan uğradan her bir maşinimize 2 milyon so'mdan pul verişimiz gerek. Şimdi 3 maşin oldu hürmetli barchalar. Şöyle azabetçilik kılıp dursak şu 3 maşinin pulunu hem şu ustalıklarını çıkartıp bassak inşallah xudo xolasa hemmesi yaxshi bo'ladi. Esa hürmetli barcha sizlardan barchangizga Allah razı olsun. Ehson sevar insonlar yaxshi qo'yib turgan videolarimizni ehson sevar insonlarga tarqatib qo'ldan kelgancha like'lara basıp chiroyli kommentariylar yozib ketsangizlar men sizlardan xursand bo'laman. Barchangizga Allah razı olsun. Sog' omon bo'lgaysizlar.